Toshkentga ketyapman. Voy, Toshkentda nima bor? Toshkentda Mirobod rayoniga uy obzor qilgan ketyapman. U yer odamlarni bilasanmi? Seni video yuborishadi-ku. Toshkent shahri Mirobod tomoni Tong Yulduzi MFI Qo'shko'prik ko'chasida 18-AB uyimiz sotilyapti. Lokatsiyasi zo'r joyda. Mahallamizni ko'rasizlar, 50 metr ichkariga kirganda tinch ko'chada mashinani ham bemalol parkovka qilsanglar bo'ladi. Bilasizlar, Mirobod tumani Toshkent shahrida qimmat joylardan bittasi hisoblanadi. Padarka joylamas, soqqasi borlar oladigan joylardan bittasi. Hozir uyimizdan ichiga kiramiz. Yer maydoni 649. Asosiysi qizil zonaga tushmagan. Uyimiz bino inshoot ikki tarafda joylashgan. Bu yoq tomonimizda 4 ta xona, bu yoq tomonda 6 ta xona. Video davomida xonalarning rasmini ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Hozirgi kunda ijarachilar yashayapti. Ijarachilar borligi uchun xonalarni ko'rsata olmadik. Bu uyimizni hostel sifatida ham foydalansanglar bo'ladi. Ko'rasizlar, to'g'ri, to'rtburchak, uzun maydon. Bemalol dom qurib o'rsanglar ham bo'ladi. Qizil liniyaga tushmagan asosiysi. Kommunikatsiyadan muammo yo'q. Narxi keladigan bo'lsa, videoni qizartirmabsiz, bitta qizartirib qo'ying. Hovli uyimizda yer hisobida sotilyapti. Narxini opisanda qoldiramiz. Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Mirobod tumanida bilasizlar, seryozni joylardan bittasi hisoblanadi.